26-27 boblar. Adolat. Nafsoniy tuyg'ular va ehtiroslarning ziddi bu adolatdir. Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat etgan ekanlar. 1 soatlik adolat 60 yillik ibodatdan xayrlidir. Muhabbat va nafrat. Dunyoni do'st tutib suygan kishi insonlarning unga bo'lgan adovatli tuyg'ulardan hech qachon qutula olmaydi. Dunyo muhabbatidan ko'ngil uzgan kishining insonlar muhabbatiga sazovor bo'lishi haqida Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday degan ekanlar: Odamlar qo'lidagidan umidingni uz, ular seni sevib qoladilar. Sahl ibn Sa'ddan rivoyat qilingan Bayhaqiy rivoyati. Kishi dunyoni qanchalik ko'p sevsa, dushmani shuncha ko'p bo'ladi. Alloh uchun yomon ko'rish deganda biror kishining Allohning maxluqi sifatidagi o'zini, zotini emas, balki uning nojo'ya, nomuvofiq xatti-harakatini yomon ko'rish tushuniladi. Chunki inson Allohning mukarram yaratig'i va ijodidir. Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sarimsoq piyoz haqida aytgan gaplarini o'ylab ko'ring. Sarimsoq asli bir o'simlik, faqat hidigina yoqimsizdir. Abu Sa'd rivoyat qilgan Muslim rivoyati. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bu yerda uning hidigagina urg'u beryaptilar xolos. Sizga bir mezon tavsiya etaman. Uning yordamida odamlarga nafratingiz Alloh roziligi uchun bo'lganmi yo havoyi nafsingizning istagimi aniqlab olasiz. Ya'ni siz yomon ko'rgan kishingizni Qur'on va sunnat asosida tekshirib ko'rishingiz lozim. Agar uning faoliyati Qur'on va hadislarda maqtalgan amallarga muvofiq kelsa, uni do'st tutishingiz lozim. Bordi-yu amali qoralangan salbiy amallardan bo'lsa, u holda uni suymasligingizga to'g'ri keladi. Toki kimnidir yaxshi yoki yomon ko'rib qolishingiz havoyi nafsingizning talabi bo'lib qolmasin. Biz biror bir musulmonni havoyi nafsimizning ehtiroslaridan kelib chiqqan holda yomon ko'rmaymiz deb ahd qilganmiz. Gunoh ishlarni oshkora qilib yuruvchi fosiq, behayolarga keladigan bo'lsak, biz ularni Alloh uchun yomon ko'rishimiz lozim. Bu yomon gumonga kirmaydi. Biz uning gunohkorligini yomon ko'ramiz, o'zini emas. Zero har bir insonni shaxs sifatida qadrlashimiz shart.